Modomiki banda duo qilishning barcha shartlariga rioya qilar ekan, Alloh taolo uning duosini qabul qilishni o'z zimmasiga olgan. Duo qabul bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi eng asosiy sabablardan biri bu shoshqaloqlikdir. Alloh taolo o'zi baloni tushirganidek, uning o'zi hikmat bilan vaqti soatida baloni ko'taradi. Muhimi, duo qilgan kishi shoshqaloqlik qilmasligi kerak. Zero Alloh taolo o'z hikmatiga ko'ra munosib vaqtda balo qazoni daf qiladi. Buni payg'ambarlar tarixida ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Nuh alayhissalom o'z qavmini haq yo'lga da'vat qilganda, haqqa unamagan qavmga 950 yildan keyin balo kelgan. Nuh alayhissalom mazkur muddat mobaynida da'vatni to'xtatmagan. Alloh taolo o'z hikmatiga ko'ra 950 yildan so'ng baloni yuborgan. Shuningdek, Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 3 yil davomida Abu Talibning dalasida qamal qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3 yil davomida qamalda o'tirib, tabiiyki duo qilganlar. Nima uchun duoning qabul bo'lishi 3 yilgacha cho'zildi? Chunki bunda Alloh taoloning hikmati bor. Musulmon kishi bilishi lozimki, agar Alloh taolo duoning ijobatini kechiktirsa, demak u zot o'z hikmatiga ko'ra duo qiluvchining foydasini ko'zlagan. Shuningdek, Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomning bir necha yil zindonda qolib ketgani aytilgan. Mufassirlarning ba'zilari Yusuf alayhissalomni 9 yil, ba'zilari 3 yil, yana boshqalari 7 yil zindonda bo'lgan deyishgan. Yusuf alayhissalom zindonda o'tirganlarida dunyodan uzilib, Allohga bog'langanlar va u kishida Allohning zikridan chalg'ituvchi na tijorat, na ahli ayol va na farzandlar bo'lgan. Shu tariqa astoydil duo qilganlar. Shuning uchun duoning ijobatida shoshqaloqlik qilmagan kishining duosi qabul bo'ladi deymiz. Mo'min kishi xolis duo qilib, uning ijobat bo'lish vaqtini Allohning hukmiga havola qilish kerak. Chunki u zotning o'zi bandaning holatini hammadan yaxshi biladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoning ijobatida shoshqaloqlik qilmasangiz, albatta u ijobat bo'ladi deganlar. Ya'ni duo qildim, qabul bo'lmadi demasligimiz kerak. Chunki banda bu ish bilan Robbiga e'tiroz bildirgan bo'ladi. Banda Robbiga qanday gumon qilsa, uni shunday topadi. Ya'ni Alloh taolo bandasiga bir balo yuborsa-yu, so'ng banda Robbiga yaxshi umid bilan duo qilsa, u zot albatta duoni ijobat qiladi. Biroq banda Robbiga yomon gumon qilsa, uning duosi ijobat bo'lmaydi. Musulmon banda bilish kerakki, duoning natijasi 3 xil holatdan biri bo'ladi. Yoki Alloh bandasiga so'ragan narsasini beradi, yoki o'rniga so'ragandan yaxshirog'ini ato qiladi, yoki mukofotni keyinroqqa hozirlab qo'yadi. Ya'ni banda duo qilganda Alloh taolo mazkur 3 ta natijadan bittasini albatta beradi. Zero u zot bandalarga nima foydali ekanini o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun aytamizki, turli sinov va imtihonlarda musulmonlar uchun foyda bor. Muhim ular bunday sinovlarga sabrli bo'lishlari va bu musibatlarni ketkazishni u zotning hukmiga havola qilishlari kerak. Yusuf alayhissalom bejiz zindonda yillab qolib ketmagan. Agar zindondan ocharchilikdan oldin Misr azizining saltanati kuchli paytida chiqqanlarida uning zulmi kuchayib ketar edi. Shuning uchun Alloh taolo Yusuf alayhissalomni bosh g'aznachi darajasiga ko'tarish uchun ocharchilikdan keyin Misr azizi zaiflashgan paytda zindondan chiqardi. Bu bilan Alloh taolo Yusuf alayhissalom chiqishidan oldin davlatni ham, odamlarni ham u kishiga bo'ysunishga hozirlagan va u kishi yurtda adolat o'rnatishiga zamin hozirlab qo'ygan. Bu esa Alloh taoloning buyuk hikmatidandir. Zero Alloh taolo o'z hikmatiga ko'ra munosib vaqtda balo qazoni daf qiladi. Shuning uchun aytamizki, Alloh taolo bandasiga biror musibat yuborganda, modomiki banda Allohga nisbatan yaxshi gumonda bo'lar ekan, mazkur sinov uning uchun foydali bo'ladi. Agar aksincha yomon gumonda bo'lsa, oqibati yomon bo'ladi. Afsuski ko'p kishilar Alloh taologa yomon gumon qilib, nega duolarimiz ijobat bo'lmayapti deb noshukur bo'lishadi. Har bir banda bilishi vojibki, Alloh taolo har bir ishni o'z hikmati bilan qiladi. Xohlasa duoni o'z vaqtidayoq qabul qiladi. Xohlasa kelajakka zaxira qilib qo'yadi va istasa banda so'raganidan ham yaxshirog'ini beradi.